Bugun sizlarni o'zim bilan kechagi tug'ilgan kunimga olib ketaman. Tayyormisizlar? Kun bo'yi ishlab, charchab, uxlab Marhabo restoraniga yetib oldik. Bizani borishimizga stollar allaqachon tayyor qilib bo'lishgan ekan. Marhabo restoranida kambag'al yaxshi bolalar. Kambag'al qizlar ham bormi? Kambag'al yaxshi bolalarni boy qizlari deydi. Bu safar tug'ilgan kunimni oldingidaqa katta qilmaslikka qaror qildim. Oila a'zolarim, yaqinlarim, opa-singlim va dugonam bilan birga o'tkazdim. Va to'g'risini aytganda, Marhabo restoranida o'tkazilgan tug'ilgan kuni menimcha eng zo'ri bo'ldi. Stolda umuman bo'sh joy qolmadi. Sizlarga yana bitta sirimni ochaman. Men oldin точно to'yda ishlaganman. Stol ustidagi qulupning shirinligidan birinchi o'zim yedim, keyin обязательно Kamronjonga ham ulashdim. Keyin Aziz kaksikda intrigankalik qilib, birinchi uzr sog'a olmadim deb, keyin mana deb sog'a chiqazib beryapti. Keyin Kamron ham qani mana o'sha berishimga do'p nemagan deb tekshirib ko'rdi. Keyin qarasam, Mubina ham azdan o'rganib olib, sizga sog'a deb biroz o'yinchoqli uzuv beryotdi. Keyin yo hazillashdi, mana sizga podarka dedi. Chiroyli voyinga taqadigan tiro sog'a qildi. O'ylab qarasam, o'zi kecha hamma menga intriga qildi. Umid opam ham bormayman, ishim chiqib qoldi. Shunaqa katta gullarni ko'tarib kelsalar bo'ladi. Shunaqa qattiq ushlab olib tabrikladilar. O'zi ham eng prikolniy bo'lgan vaqt qo'shni stol ham xuddi mandaka to'rt olib, xuddi bizdagi tabriklashganda hammamiz hayronmiz. Bizani to'rt emasmi bu deb. Keyin hazillashibdi, o'zimni to'rtim bilan kelib, shunaqa tabriklashdi meni. Men kaktikda Kamronni chaqirib, birga puflab, shamlarni o'chirdik. Keyin birga shunaqa shirin rasmlarga tushdik. Bu yoqda men Umid opam bilan lululala qilib gaplashib o'tiribmiz. Bu yoqda bo'lsa ojonim bilan Kamron bilmayman nimani bunaqa seryozni gaplashyapti. Bunaqa iliq, fayzli, barakali tug'ilgan kunni qilib berishgani uchun Marhabo restoraniga katta rahmat.